Bola, tabriklaylar, yangi mashina oldim. Esa qanday yangi mashina olasan, oyga 3 million topsang, men hisob kitob bo'yicha 5 yilda olishing kerak-ku. Qayerga keladigan joylari bor-da? Iskurt kirisa, nima menga aytmaysan kelgan joylarini? Senga nima aytishim kerak? Ayni kim nechmi topishini bilishim kerak-da. Sen hali ham turbina olyapsanmi? Boshqa kelgan joy yo'qmi? Yo. Bo'lsa menga ham aytib qo'yinglar-da bundoq. Pensiyani puliga kelgan notch kayfi boshqachada, onasini yebdi. O'rnaskash bor, nech pul olasiz pensiya? Bizni pensiya 2,5 million. Normali Sobir amakidan ko'proq olar ekansiz, akaniki 1,5 million. Endi biz ishlash katta-da. Ana Tolib bu urushga qatnashgan. U nech pul olar ekan pensiya? So'raylik qani. Aka, salfetka oling. Bo'ldi uka. To'xtab tur, nech pul topasan mana salfetkadan? 100 so'mga olasizmi? Ya aytsang keyin olamiz. 300 ming. Voy bular 300 mingmi? Men ham salfetka sotsam-mikan? Bola, qo'ron ochib ketib davet qilamizmi? Menda pul yo'q lekin. Bekorlar 5 tasini aytsanda, kecha senga 2 million so'm avans tushgan. 500 ming krediting yechib oldi. 500 ming dadangga berding. 50 ming so'mga payment qilding, 950 ming so'm puling bor sani. Buxgalterlar ham sanchalik birovni pulini hisoblamasa kerak. Mana narsasi uka. Aka, mana shu narsalardan juda ko'pchilik otgan ekanda, ustiga nechta pul qo'ysa o'tasizlar. Unaqa ko'p qo'ymaymiz, o'zi qimmatmas-ku. Ayting-da, qiziqaman-da. Qo'ying aka, magazinning sirida. Aytmasasan, bar bilib olaman. Bo'ldi aka, gaplashamiz. Hamma hisob berib 1 oyga 1000 dollarga chiqar ekan. Bir kunda ikkitaga chiqsa, oyga 60 ming dollar topadimi shunda? Qarz so'rasam berib turarmikan?